Yurtimizda aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, soliq madaniyatini yuksaltirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Xususan, Jizzax viloyatida bu boradagi targ'ibot tadbirlari yangi bosqichga ko'tarildi. Bu haqda hozirgi lavhamizda tanishasiz. Jizzax viloyatida aholining soliq madaniyatini oshirish, moliyaviy savodxonligini yuksaltirishga qaratilgan targ'ibot ishlari izchil davom ettirilmoqda. Jumladan, viloyat soliq boshqarmasi tashabbusi bilan Jizzax viloyat politexnika institutida soliq to'lash kuni shiori ostida mazmunli uchrashuv tashkil etildi. Soliq organlari xodimlari tomonidan kelib, soliq to'lash aksiyasi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bu aksiya davomida shu paytgacha bo'lgan soliq yil oxiri bilan bo'lgan o'zgarishlar, prezident qarorida belgilab berilgan ko'rsatkichlar bo'yicha va yaqindan boshlab, 1 apreldan boshlab naqd pulsiz hisob-kitoblar bo'yicha bo'lgan yangi o'zgarishlar bo'yicha tushunchalar berdi va qolaversa, 15 apreldangacha mol-mulk va yer soliqlarining 50% gacha bo'lgan to'lovlarini o'shalar bo'yicha tushuntirishlar berdi. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan talabalar va ishtirokchilarga soliq majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishning ahamiyati, moliyaviy savodxonlikni oshirish hamda zamonaviy elektron to'lov vositalaridan samarali foydalanish tartiblari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, uchrashuvda naqdsiz hisob-kitoblarning afzalliklari, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, soliq intizomini mustahkamlash va korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar alohida ta'kidlandi. Qayd etilishicha, bunday tashabbuslar aholi o'rtasida soliq madaniyatini shakllantirish, jamiyatda ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.